Bugün ise 4. ayının 15. günü hazır saat 8:20'da hazır yol çıkımız. Alımcan Elnuri, Kaysar Ebibullah, Gülcemmal, Sudiye Dilara, Zemire, Nicat Niyaz. Bir yaxşı işqa. Hamda xalqimiz uchun bir yaxshi bir ma'naviy boylikni, ma'naviy zo'q ato qilish uchun biz hamda hammamiz o'rtaq tirishchilik ko'rsatyapmiz taraf-tarafdan. Biz hamda birinchi qadamimizni bugun bosmoqchida. To'g'ri. Programmamizningki xosligi, o'zimiz loyilagan bir alohidaligi bo'yicha muzika asos, andan keyin sayohat, har joydagi har millatningki madaniyat, san'at, yemek, içmek, kiyim-kechak, muhit, madaniyat, sayohatni tang gavdalantirib olib berib, gavdasi mesela naqsh olsa, uningki shoxchilari, yo'pirmoq gullari anadagi qolgan sayohat, qolgan shu jarayondagi turmush qatorliqlar amaliy jarayon. Hamda Mangduqma. Hakka fotoğraf Fransız. Mama. Nime? Buna Sudiye Ayla bilen, Zemireler bilen, Alimcanlar bilen, Jim Jücümü keynimde yo'qolib ketib qolma u yerdan da odamchiq. Yunus'ta bir bala ekan go do'yo demdi. Ha. Shu bola meni bir yerlarga opasi bo'ldi balam. Ma'qul mama ma'qul. Bunda bo'lsa keynimdan Jim mavjumusini so'rab nalar yuraman qarasab yosh qizlar hammasi. Sudya ishkimiz qarab qo'yadi shu atsinjir. Operator bu deb demak mushba amdi ma kasbiylikni aytib diqqat qilgan ahvol ostida yana tabiiylik bor. Tabiiylik anotkin bu naq maydonlikni qo'g'lishish. Demak amdi men bu programma bek yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. ha, bo'ldi, millat bizimiz bo'ldi. Qo'rqisam bo'ldi. Va, mana. Lekin tayyorlash kezga men ham bu bek amra qishqim. Aydın qo'g'i berib lag'ma yesam go bo'la. Ha, u bo'ldi. Barayli. Ber. Chaqqan barayli olim. Chaqqara qaydanga bola mashinani. Imanchi ostayda istayman. Bugün biz buna Qumtaq bağçısı hem de bu dağlık hem de bu mu bütün dünya dağlık Qumtaq bağçısı hem şu 4A derecelik sayahat merkezi. Bunun bir alayeti nima degan vaqtida bizning bu Şinjan'da bütün Şinjan boyunca hem de biz Bo'stonliq bilan Qumliqning oralig'ida cho'qim jangal bo'ldi. Gobitan bo'ldi. 100 kilometr, 200 kilometr Gobitandan ana Qumliq bormiz. Bu yerning alohidaligi nima desa, bu yerning alohidaligi shahar bilan, Bo'stonliq bilan qum tutishib ketgan ya. Bo'stonliqdan chiqamiz, qumga kiramiz. Olimjonlar ulgurib kelibdi. Yo'lda bo'ron bo'lg'achqa askarlar kelib olamabdi. Bunda olganki biz ham o'zimizningki ishlarimizni qilish, alan saqlag'ach o'zimizning ishlarni qilaylikmi? Masalan, yushi o'ynaylik. Shunami? Ikkimiz bir guruh qilaylik. Pek o'ynag'im batga. Pek motor chiqaribsiz, ha? Biz ham bir buluşup qandaq shamularni o'ynaydig'imizni deyishib olaylik. Andan keyin guruh buluşup o'ynaylik. Uni ustiga bir havom shundoq yaxshi. Bo'lmasa bu yerda qizib ketadiq. Ko'zimizni ochamiz. Hozir cho'qqiga chiqib qopti mana. Eshak chiqalamizmi? U yerga chiqasiz, yosh bo'lgan Ishqonlar bir guruh bo'lganki chiqasizlar. Biz cho'nglar bo'lganki men chettaraq tutib turaylik. Sizlar yoshlar chiqib kiringlar. Olimjon nima qilib bo'ron sizlar o'tga tutlam aql qilib shu bo'ronni qilibdi-da. Undan sonra biz bu sayohatimizni boshlaylik. Janolar. Bolkilarni to'laydik. Nereden chiqadiganligini o'qimab ekanmiz. Shundan bolkit pishiqlash rayoni bo'ladi. Hozirgi zamonaviy xalqaro ISO biyojunda bo'lyapti. Bak yaxshi sizlarning bolkilaringni. Terishdan boshlab un pishiqlash jarayonida tuvan temperaturada pishiqlash. Nurg'un o'tganlardan o'tib pishirgan yeshil organik o'lchimdagi unlarimizni tayyor yemek aylantiryapmiz. Hammasini tetib qo'ydik. Bu safarni pek yaxshi ekanman. 欢迎大家来到我们的库木塔格沙漠。我们现在大家所处的这个位置呢，就是我们的沙漠之窗。它的建造风格呢，就是以我们吐鲁番
两房的一个设计风格去建造的。在大家这个位置呢，就是我们的新游客服务中心，也就是我们的沙漠之窗新游客服务中心。在这里呢，大家可以直观的看到我们库木达格景区的一个沙漠的一个风景。这样一看，对，这边太壮观，非常漂亮。对，咱们这边呢就能直观的感受到我们一个库木达格沙漠一个对，特别广阔的一个沙漠，这边那个景色就是特别好看。Degende naş Yolga çıktık seferge Kolyalarını eşildim Eşildim Yarım kaldı Gülçü şehirde Ey gül canım Burada menzil rayında hazır bak poyuz git varmız. Poyuzda mı? Poyuzda. Yavaş çıkmalığa poyuzga Mana mau nima? Mau Kaysar Habibullah. El-Nuri kuy safari. Mana ma El-Nuri. Mana ma El-Nuri. Gül Cemal. Gül Cemal. Bunda git varmız. Pek yaxşı. Hava bugün hava ama pek yaxşı. 这边呢，也就是我们的库木达格景区呢，相当于一个主景区，游客最多的一个地方。然后呢，在这里呢，大家可以拍照、游玩、留念的一处景点。在这里呢，大家可以脱去鞋袜去亲自体验一下我们爬沙山的乐趣。除此之外呢，咱们这边呢还有我们的沙漠冲浪车、骆驼，还有我们的沙漠摩托车，还有我们的小孩玩的这个自驾坦克等游玩项目。在这里呢，相信大家会体验到我们的一个沙漠的一个热情与浪漫。在大家的左手边呢，所看到的这些车呢，就是我刚才给大家所讲的一个我们的沙漠冲浪车。这个是由那个专门的驾驶员开的，对，是我们自己开是由我们的专门的驾驶员去开的。我们驾驶员呢，就根据我们的游客的心情，有些老人或者是有些年纪大的，咱们受不了刺激，咱们咱们那个老人，对，就是我老人。咱们的驾驶员呢就会根据他的情况，游客的情况呢，就会根据游客的情况去慢慢的去。也有我们的小年轻人，各种年轻人需要刺激，想追求刺激啊，我们的驾驶员呢就会根据年轻人的追求刺激的感觉去就比如说吧，我也特别想追求这个刺激，自己可以，自己不介意自己开，因为咱们上到沙漠之后呢，路线呢。没有规定的路线，咱们安全第一，安全是最重要的。平时甜味儿、辣味儿、破辣味儿，好几种啊，我们所说的甜味儿就是刚才的平平的，辣味儿稍微刺激的，破辣那是那个对，特别刺激的，它给人的就是一种古代的感觉。我们就是为了让人一来就能让游客去深入到这个。那种尤其是咱们这个从城市或者是内地发达城市来的游客们，一看就有一种穿越的感觉，对，有一种穿越的感觉，到了另外一种世界，是不是有这种感觉？有。你们是从哪里来？天津。天津，那个天津这么发达，很遥远，对啊。坐飞机6小时到的。不大，我在天津待了很长时间，好几年。在哪个区待的？我在北京东城区。我是天津河东区的。天津啊，你说是不是有那种感觉？就是像天津在北京生活的人到这一来，是不是有种穿越的感觉？对。啊，马上就不一样了。穿越到遥远的古代了啊！有种感觉。你们现在是驾车过来的吗？坐飞机啊。坐飞机到吐鲁番，还是到乌鲁木齐？到乌鲁木齐。从乌鲁木齐再坐车过来。对。啊。天天坐大巴车，一坐6小时、8小时。哎，看大美新疆太辽阔了。新疆，你看大美的第一个就是大字儿，新疆就是个大，知道吧？新疆太大了，太大。不到新疆不知道新疆的之大。对。好，玩的开心。好的，玩的开心，谢谢。你非常高兴啊，幸会。啊，好，再见啊，好，再见，谢谢。Әмсе biz hazır gruplar bulunup boğandan ki anonki müşahidik uyulan bir tiyan kılaylı hazır bizgan haber 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
hesap doyuni hesaplamsak 8 adamkan go. Birinci grupdan başqa Nijatkan bolsun, ikinci grupdan başqa Kayserikan bolsun. Endi chiqanlar kinolar nega? Şişamda. Chiqanlar studiyada o'qib qilib adam tanlaysizlar deshadi. Ko'ngillar Kumluk Şurası. Çirişten tükettik yani. studiyada o'qib. Kumgul kömbütüp gitemini. Qaramasdan siz yansınız, müşteriki xalq bir adam tanlaysınız. Ha, bak. Siz yansınız, xalq bir adam. Ha. Ya Erdoğan ki aslında İngiliz aslında. Ben 3 gibi dedim. Ben 3 gibi. Kim aldınız? Alım ne? 3 gibi. Bunu da var. Bu Cemal bak. 3 gibi. O asıl kaldı ya. 3 gibi. 3 gibi. Bunu da var. Ha nime almayacağım. Ya Kıyırmış kıyırlan bılı kıyı da içiyor. Var canım bunu. 3 gibi. 3 gibi. Kaçalım. Bakıyorsunuz bir grup. Hanımlar bir grup. Ne kadar oldu? Bana. Aşağıda eskinden zavkan. Yaxşırak, ben iş falan aldım ki bana yaxşırak bir yani dedim. Ya biz maşınınki ma biz maşın grup şey. Maşın yok. Maşın yok. Ya kumar diye maşına. Yerda hozir ikkital to'y bor. Mushuni birsi to'yga minish paleti. Yana birsi mashina qo'zdirib qandaq cho'nglan qilish paleti. Yana ikki to'y yaxshi to'y janda o'qib birini tanlaysizlar. Men hozir nimlikini bay bir topib bo'ldim mavu. Apparat qarab. Mavu. To'y minish mavu mashina chiqishdimi? Shunga mushunda bir Mana shu ikisini biridan tanlasak hozir biz bilmaymiz ama biz buni tanlagan keyin uni shu janob o'qishni hojat yo'qdan bor. Ya birsinlarni doldurib Ha boldir tanla. Sen boldir tanla nafkan bo'ldi. Sen Sen ökandirme. Anla biz degan. Yani çoğunluğa hürmet Ya kılayım. ya Sen tanlama. Ya endi doğrusu olmaydı. Ben sana ötendim ki sen doğru tanla. Tanla bak. Sizler de pek olan kaysını tanlayın. Karısını. Ne boldu? Analım yok, bana söylüyoruz. Mana madiga mana ko'shqanimiz mana bo'lish kerak. Mana mush komutanlik bir bayan. Oldu özelden düşündürmelerdi oldu. Ya mana olsa sen nima aytding deb berayman. Ya ta'sirlandim akasilarga o'tinish. Ya. Ondan yok. Ondan olsa yaşmallar. Maşin oynayamıyoruz. Bizden işimiz bitti. İlişkiga buluşup. Hoş, mana inlerim biz utup çıktık. Maşin oynayımız degan toq. Maşin oynaydigan yerga mi keldik mana. Nemi degan esil maşinlar. Fakat bu maşinni azroq bir tushuntirib qo'yamsa, ma yurak sal jiddiylashyapti. Osh tog'ining ustiga ashak chiqamda osh taraflarga. Ha, ustilarga chiqdi aka. Mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar biz endi ma Qumtog' rayoniga sayohat qilib keldik. Program ishlash jarayonida sayohat qilyapmiz. Biz ash qumning cho'qqisiga sog' salomat chiqib pishanlikimiz shu manzarasini bir ko'rib chiqib kelsak bo'ldi. Bizga endi siji, endi ma yoshlarimiz qandaqki? Davlatbek muhim emas. Muhim emas, shundaq-ku? Ha, muhim emas. Endi abaytida cho'nglarning oyig'inimi shu. Agar u cho'nglar managa chiqib qolgan bo'lsa, yuraklari silib, yo bir ish bo'lib qolmasin deb men zo'lab mush narsani tanlab olgan, mush narsani ilib olgan. Hisobda ufitib oldik bizmi? Bizmi sayr qilib ular qumni dumlab tushsin. Biz mashin bilan qumni ustiga bir chiqib sayr qilib kiraylik. Qanda? Tayyorlik bitdimi? Amisa bizmi mangilay. To'yga minish faoliyatimizni boshlaymiz. Qaysi to'ylarga minamiz? Men oq to'ygisi menga. Abdulchan sizmi menga? Ama kutyalar. Ha? Ketdik. Voy. Karvalla mana vallahi suratga kelyapti Xongpay. Mana. Olimjon. Hey! Bangdo qamisa. Nima degan payz ish bu? Yaxshi turni tanlab chiqmoqda. El Nuri kuy sapri. To'yga mindi. Qumtog' bog'chisi. To'g'ri, yomg'ir yog'di, shunda salqin havo, shunda payza. Shunda pokiz mana qaranglar, mana. Ma osmon qarang, shunda payza.
endi yosh chiqib ketdi mening eqi. Bo'ldi. Ya men 52 yashayman. Senmi keldi qani? Mening yoshig'im batiga. Uf. Voy ey. To'ygichilar nimikini ko'rmayapman hozir. Ulanmışlar lapang. Menga chiqyapti-da mataqning ustiga. Biz osh mosh vaqirab, jaqirab, chash o'ngta turib ketib arab chiqdi. Ulanimichu biz qaytib tushgandan keyin ulanimni bir mashinaga chiqarib ko'rsin. Ko'rib baqsin. Keldik. Manzilga keldik. Manzilga yetib keldik. Ha. Oy. Buni o'tirishini o'ylamabdiman. O'tirdi shu taqa. Rahmat. Rahmat, cho'ka qo'ymang. Qo'ymang, shuni bo'lmaydi. Cho'ka. Mana bo'ldi mana. Bo'ldi. Qanday hissiyatda bo'ldi hozir aka? Qanday ras qanday? Qani? Ahmadjon. Hissiyatda bo'ldim. Endi rast gapimday. Men mush umrimda mush yosh kelib to'giga minib boqmabman majbur. Menmi shu? Men to'giga minib boqmabman, men otga mingan, eshakka mingan. Motorga minib boqqan, lekin to'giga ras minib boqmabman. Men birinchi qidim, sizningcha? Ikkinchi qidim. Nimada chiqraysiz sen? Yo'q, birinchi qitimda qo'rqqandim emasmi shu? Ojdama? Ikkinchi qitimda Ashulaqa shu nimada dastlabda o'lgandan keyin cho'kkan vaqtida shu. Lekin shunda pez bo'ldi. Bek pez bo'ldi. Gerçi bizim kelpimi tögü yurti. Ha, kelpimi to'g'ri. Tögülerle aralashib bu tögü üstünde içiplam yürüyemiz. Ama ben tögünü bir xil sırlık münüş cihetde cüretme kılmagan hem fırsatım olmaptı ki benim o tuncu qitim münüşüm. Hoş nama. Şundak bir rahatlanıp kaldım, bir tinişlenip kaldım, bir boşlukta leylep mangalarca bir xil. Işqilib Yaxshi oldu ketasiz da. Ben baya yol qo'yib bo'ldi fikrim sen tanlab ol deganim to'g'ri ekan. To'g'ri. Motorni qo'yasiz deganimiz nada sayda ola olmaymiz, nima? Lekin men to'yga ömrümde tuncu qitim chiqish shunami? Ha. Pez bo'ldi. Pez oldu. Yaxshi turni tanlabdi. Rahmat. Yaxshi bo'ldi. Qaysarjon, qaydaroq. O mashinada qadammish deb qoldi. To'yganga mana qoldi. Ha, kelsa qo'llarini. Mana. Dehshatga juma. Allah merhamet. Shunda peyvoyda. Hamda bek bezgeni. Resmi akademi zamanında nappa mashinani kunda edemiz emasmi? Birimiz o'xshamaydiganligini. Qani bizning balla, cho'ngroq. bizning balla ta'sirotini bir deb bera. Ya mashina degan ta'sirot hammamiz o'xshash, o'rta. To'gini o'xshamaydi ya. Men do'yu bo'lay sizlarga. Yana bir chiqamda. Chiqib pulni sen to'ligini Nurg'un kishilar yoqtirib ishlatayotgan Uyg'urcha xat kirgizgich bodam. Ovozni eng tez suratda xatga aylantirib beradigan Uyg'urcha xat kirgizgich, bir kuni besib bilan eng tez, eng to'g'ri tarjima qilib beradigan Uyg'urcha xat kirgizgich, kunupka taxtisi eng chiroyli laylangan Uyg'urcha xat kirgizgich, har xil xat kirgizgichlar ichidagi eng yaxshi tanlashingiz bodam. Ijodga eng yaxshi ko'rdi juma? Ha. Avval qildim o'tasini. Hey, men yana avval titrab qoldim. Hey! Voy, so'qqa Ya pezke. Yana bunadimi baba? Hey, eshitdim. Azon, qarang ha. Mana postalingni ko'rdingizmi? Qumliq bilan tutashqanini ko'rdingizmi? Ma mo'jiza hamda mushu pichan taraf bilan bada. Manda tutashqan hech bizning Shinjongning hamma joylarida bo'stonliq, qumliq bor. Lekin qumliq bilan udur bo'stonliq tutishgan mushu nimalar? Pichanlar. Pichandagi Qumtaq bog'cha sayohat rayoni, shunami? Go'ja SAG jingchu. Kelib o'ynab ketinglar. Cho'qim kelmasangiz pushmoq qilgansiz. Shaxsan men har yil kelibmi yana
Yana çıkken bugünümü pişman koydum. Qanaqaroq azom? Yomon payizga emasmi? Ya Allah etken. Ben yurak tutmaqay. Yurakcha. Ha, rijolasam, qanaqaroq? Baş kişi, oyma kadar kalay. Sağ vaqtda mushuni qo'qqa qilma deb ketdi. Ya ben dedim, muşunu da koktuğumu falan sana dedim. Sen ben kokacak gelsen dedim ben hem de. Ya akıdı bana dedi, akıdı çıktı. Hakikaten pek hoş geldi. Ne kadar oturdun sen? Ya sigara ne kadar oturdun? Ya şikayet yok. Şikayet yok. Hemiz akıdı gidiyor diyor. Vay ya. Fakat tögünün de Kuzulacağım içi durdu. Bana rastgele kılayım ben muş yaşım kirip ben tögümünü bakmadım. Atım minigen, eşekimi minigen takaylagan. Lekin ma tögümünü bakmadım. Maşin degende var, günde edemiz o ne var. Biroq Ağustos to'y gruppasining mashina haydabdi deydi-ku, tabiatli bolalar men ko'rdim. Onu bakrak. Ben qiziqishma ish qilib. Mashinani ikkinchi qitim chiqdinglar. Biz ikki qitim qildik. To'ygini faqat bir qitim sizlarmidinglar. To'ygini qanday to'y ekanligini biz ko'rmadik. Lekin farqini mana. Mashina tayzoka. Teyzoka haydama o'zi. O'z talab qilib eng oldida o'tirman men bo'ldim. Mushtab qishlab bakamroq dedi. Endi rostga qilsam men sal qo'rqdim. Asqar qanday ketdi? Ha? Hey! Asqar kela. Nasıl kaldım? Tutayını getirip aydı yollamda. Bayağı hem şu birden saklıdı. Maksat bana müşahede bir sahneni tayarladık emas mı? Müşahede Asqarning ovozini, payzini bir ko'rsak. Muratjon bildi kapta uning ustiga yo'diydi. Men Muratjonning bog'lig'ini men uqmabman. Andan keyin bizning o pichonningki, o pichon noyilik madaniyat, tantaribiya, radio, televiziya, bir mavjudani boshqa. Hoş geldinizler. Mushu biz noyiniki qo'llashi bilan, mushu inlarimizniki Kechimu kunduz bizdan birga bo'lishi bilan shunday yaxshi xizmatimizni bak yaxshi tamomlab oldik. Bugun sizlar keldinglar. Men yerda sahnadan birini tayyorladik. Endi bizning pishanda endi yana bir san'at turi bor. Shu bizning yerlik dehqonlarimizniki dab bilanlar. Dabni urib turib boshqa hech qanday chalg'i yo'q. Milis mashribi deymiz, milis aytish deymiz. O'zingiz bir tunishtirib turing. Boshqa gapmas bular. Milis deganimiz bu şu pişanga, turpan pişang bulma pişanga tava bir medeniyet mirası, bu gayri maddi medeniyet mirası. Milis deganimiz meşrep yığılış diyen meclis degendeki bir özgürlükçü. Bu şu pişantıga tava yerlik meşrep şekli. Bunun da nurgullar nakşlaş en adli sazılan saz daplarına etildi. Bu şu en burunki ecdatlarını kiymiş, en iptayı, en burunki köylerini kiymiş.
oldu ama Ankara'lı şüphet bezdi. Pek tez olup ketdi Cuma iş qilib. Bunda bo'lar deb o'ylamagan men. Allah metip gitti. Rasmi. Ha. Hozirgi zamon, yerlik ahang, hammasi birlashib. Menga esim Başqacha bir ese chiqadi. Shunda yaxshi bo'ldi. Biz buni nurg'un tajriba savodlar yeyib oldik. Inalarimiz balkim nurg'un bilimlarni bilib oldilar deyman. Nurg'un ilhomlar olib ketdi taqshanazir. Yeni ijodiyatlarga. Bizmi shu bizning o'zimizniki shu yerlikdan, zimindan ellermichilarimizdan, muqomchilarimizdan ilhom olamiz emasmi? Shundaymi? Nayt yaxshi o'rinladinglar. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Üçüncü biktimizni sangwan qilishdan burun, endi hozir biz 4 tanlam, endi Shiyun Jabing tanlab, moto o'ynaydigan bir o'yinimiz bor. Shu hozir men tizpirma. Kelishib boshlanglar. Mani kayni bundan bakanda. Shunda astida mana u kasbalalar moto chiqalaydi. Qaysilar chiqadi? Ha, mushnas bo'lsa chiqalaydi motoga. Mende yo'q-ku mana. Mat o'timizdan keldasan. Amsa bu qayerda mushtotlar o'ynay olasizlar bu motoni. Men siz ishchi afka bak ushlab ketdingiz. Juringlamsa. Unda biz masayatni boshlaylik. Voy yo'q. Qidiroq chiqib yo'qda? Ha? Hozir bir yerda bir vaqra qo'ydingiz ha? Bo'lmasa Sen yine vaqama deb qo'qa boqadim. Asqarqa sizman programmamizni biz asos qilib to'biyo ya'ni asos qilamiz emasmi? Shu ibay bizmiş adamammidan jiq. Ya'ni qarsak birinchi bekatgan, qo'sh birinchi bekatga biz bir kichik sahna quryapmiz. Endi aşağıya berib bir. Asqarning shunda aytgandiki yig'iladi odamlar. Hozir mixali yomon emas yig'ilib qolib odamlar chiqib turdi yerda. Bizning alayidligimizni shu olgan ekan endi. Naqshini shunda boshlab bardamda yig'ilib resmiy xudung bekar shul ekan mana. Siz qanday tayyorliklardan keldingiz Asqarqa bir ashni bir tunishtirasiz deydi. Tayyorlik mujnal keldi bu. Hammamiz bu o'zimiz yaxshi ko'radigan naqshimizni o'ylab qo'yib, yilish hamchan denga qilaylik. Tamam. Mayli yurgim nanglaylik. Ondan sonra ben motornede mangaş koyayım ha. Bu meniki bu. Hepsi ben mani edeyim. Oldu qasak. Ben mani edeyim demiştim oturup. Emrahim bulsun pervane, Emrahim bulsun pervane. Emrahim bulsun pervane, Emrahim bulsun pervane. Aşı pezama açık ya. Bu açık mı ki? Bir gün açık yılmaydı şunda yakışık. Layıqa. Şorupdan o'tgan naqmay chiqgan. Meni tanlasin. Açık çıkış, texim açık çıkış balaman. Mening gilim og'riyotdi deb moto deb baqirib mashinada Baqirib chiqirib. gilim og'riyotdi. Parvane qachilik suiqashlari behpezga. Salam ekran oldidagi barliq azizlar. Men bugun shu fursatda Qumtaq kelib shoti muzika tirtimiz bilan birga shunda bir yaxshi faoliyat o'tkazdik. Biz bilan birga kelgan shoti muzika tirtidagi A studiyasidagi barliq do'st birodarlarimni tanishtirmasam. Oldi bilan 20 yilga berib qoldi hamkorlashayotgan ag'inam, muzikat, o'zi ijodiyatchi Ma'lum Abdulla. Yaxshimizlar. Ko'sanlar bilsizlar, Muratjon Muxtar o'zi yaxshi muzikat, ham yaxshi naqshchi, ham yaxshi adam bu. Muratjon Muxtar shot muzika tirtimizniki elektronli xayolda yaxshimiz Ahmadjon, Boyoq Saypul, Dilmurod Bator. Bu yerimiz
Kim o bu? Bu inimiz ismi Ekrem. Bu inimiz bir yaxshi inimiz. Bizning studiyamizda müzik işler bilan shug'ullanadi. O'zi ijodiyat ishlari bilan shug'ullanadi. Xuvchi quyim ishlari bilan shug'ullanadi. Bek yomon bola deb angladim bu bolani. Rahmat. Gözümden yaşlarını görgün sen ayılma ötmüşleri giyendi kayıttın yok sen ayılmadan umutlar gider bir gün yenildi ama yenildi bakır kirli sen berkez Geliren hayatımda bana bak Geliren sen bulgan yollarda var Geliren hayatımda bana bak Geliren sen bulgan yollarda Takdir bizni uçlaştırdı Savaşınca hayatım köndü Bilemedi azap Bilemedi azap Sen bulsan hayatım sınavları Geliren hayatımda bana bak Geliren sen bulgan yollarda var Geliren hayatımda bana bak Geliren sen bulgan yollarda var Yana 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 hayatımda ben sana tamam Yana 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 sıyar ben sana Yana 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 hayatımda ben sana tamam Yana 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 Sıyar ben sana sözünü tamam Asqar ukam, bayat o'ltirib, paranglashib baja bir xil qo'shib qoldimi? Pek rahat kaka bu. Pek rahat ketdi. Muhit olsun, havası olsun. Asqar Seyitni ash qumtaq qo'ylay dedim men shu uchun. Nimishga deganda sizning naqshining kayfiyat shifrisi bilan men muhit bakkab ketadigandak ashda bir xil to'yg'uchim. Siz maqshan eng yuqori sahnalardami bor, tuvallarga o'yin qo'ysizlar-ku. Lekin meningda yana bir yeri biz sayohat bilan bog'layotdik-ku. Bir joyning sayohati bilan. Bunun sayohat madaniyati, yemek içmek, kiyim kechak madaniyat har millatning uning ustiga. Keyingi vaqtlarda ham har millatning bo'ldi. O'zingizniki to'yg'ingiz uchun. Bek yaxshi bo'libdi aka, bek yaxshi o'rlashtiribsiz. Ko'nglimizdagidek birinchi bo'lib maydonni bek yaxshi ko'rdim aka. Besh maydon, ha? Ha, maydonni ajoyib bir xil yovulig'i bor.
Abay siz degandek bu bizning qilayotgan muzikamiz mi shunday? Sizning uslubingizmi, ovozingizmi bekimiz keldi. Evet, shunday. Ketdandan keyin shu san'atkorlarning atalgan naqshlari emas. Canlılığı, yaman bizniki ma qilayotgan bizniki ansamblniki hissiyatı shunday moslashtirib yaxshi tanlab beribsiz Juma aka. Rahmat sizga. Rahmat. Yaxshi bir fikr almashish fursatiga bo'lganimizdami bizga ham xushal bo'ldik. Rahmat. Sürgün sensin bana hayatım başlanganda. Sürgün sensin bana armağanım başlanganda. Sürgün sensin bana hayatım başlanganda. Sürgün sensin bana armağanım başlanganda. Bizningki El Nuri kuy sapiri programmamizningki birinchi bekiti Pichan. Pichanda biz bugun mana ma Qumtaq bog'chisida bizning shu suratga elish vazifamizni nihoyat g'alabalik tamomladik. To'g'ri. Mishada biz oldi bilan shu Pichan xalqiga, Pichan naylik partikum hukumatga, barliq mush qarindoshlarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz, shunami? Albatta rahmat aytamiz. Rahmat. Kuy sapiri programmamizning bosh nomini El Nuri şirketi alayda algan. Onundan sırt Pervanı mahsulotlari Badam şirketi alayda qo'llagan. Mushu 3 shirkatga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. To'g'ri. Hamda bizning mushu muqamchilarimizga chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Endi yana bir sonda ko'rishaylik. Xayr. Xo'sh.